Ha, boyagi o'yinda 10 tasini topdi. Sarvar demak, hozir yana yangi o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinda mana men 3 ta dominolarni aylantiramizdan 3 ta joydan nima qilaman men? Dominoni olaman. Mana oldim. Mana shu uchalasi qaysi raqam ekanligini topish kerak. Landan o'yin boshlandi. Demak, menda qaysi raqamlar bor ekanini kim ko'proq solsa. 6. Demek sizde 6 yok ekan. 6. 6 demak 6 5, 6 2 yok ekan. 2 yok ekan. 6 2, 3 kanım. 6 3. 2 2 bor. 6 3. Ha, 2 2 bor. Tez-tezdan qilib o'ynayman. 3 1. Yaxshilab izlab top. Tut. 3 bir ham bor edi. Tut. Muslima 6 6 dedi, bitta to'g'ri. Tut uch. Yana uchinchisini ayt. Uchinchisi qaysi? 4-chi oldingda turibdi. 6 yu 1 yok. 6 yu 1 yok ekan bizda. 6 yu hazırlash. bir bor, aha. 5 2 5 2 5 5 5 5 0 qani? Mana 5 0 5 4 mana yerga 5 4 5 3 5 2. Xo'sh, endi 4 taliklarni topamiz. 4 joyni almashtirib qo'ydik. 6 Tez-tez topishsa ham tortlarni izlab. 4 3 qani? 4 3 Bu safar 4 1 0 3 demak 0-3. Yana qaysi yo'q? 4 1 yo'q ekan. 4 1 yo'q. 4 1. Demak, endi ochamiz hozir. 0-3 yo'q, Sara to'g'ri topgandi. 4 1 Muslima to'g'ri topdi. 6 6 ni ham Muslima to'g'ri topdi. Demak, bu o'yinda Muslima 2-1 hisobida nima bo'ldi? G'olib bo'ldi. Nima olasan? Birgalikda qildik. Ol. Birgalikda qildik. Ha, ol birgalikda qilsak ham qalamni ola qol. Mayli, sen olasan. Men 50 gramlik sut olaman. Buni ichida oynacha bormi? Yo'q-da. Mayli. Demak, bolajonlardan xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.